Men dunyodagi eng tuban jinoyatchiman, deya gap boshladi Bahodir aka. O'sha paytlar Ramazon oyi edi. Shunga qaramay, ulfatlarim bilan aroq ichib, uyga kech kirganda qaytdim. Uyga kelsam, xotinim tandirga o't qilayotgan ekan. Meni mast holatda ko'rgan xotinim, "Voy sho'rim, Ramazon oyida ham aroq ichdingizmi? Xudodan qo'rqmaysizmi?" deya dodvoy soldi. "Sen menga aql o'rgatyapsanmi?" deya xotinimni do'pposlay ketdim. Xotinimni dod solayotganini eshitgan onam hujrasidan yugurib chiqdi. O'zi ozg'ingina edi. Ro'za onamni yanada holdan toydirgandi. Onam meni hassalar bilan kaltaklab qarg'ay ketdi. "Shaytonlar zanjirband bo'lgan muborak oyda ham ichdingmi? Shaytondan battar ekansanlar-ku. Senga aroq bergan o'sha dajjollar o'lsin." Shunda aroqligini qilib, o'z tuqqan onam ko'zimga dushman bo'lib ko'rinib, onamni "O'zing o'l" deya o'z qo'llarim bilan yelkamga olib, lovullab turgan tandir ichiga tiqib yuboribman. Yig'lab, dod solib odamlarni yordamga chaqirayotgan xotinimni uy tomon sudrab, bir xonaga qulflab qo'yibman. So'ngra o'zim boshqa xonaga kirib o'tib, uxlab qolibman. Erta tong otdi. Xuddi kecha qo'rqinchli tush ko'rganday edim. Qarasam, kimdir yig'i ovozi eshitilyapti. Xotinim bir uyda ustidan qulflangan holda ekan. Eshikni ochib qarasam, xotinim yig'layvergandan ko'zlari shishib ketgan, butun a'zoyi badani tamom bo'lgandi. "Nega yig'layapsan?" deya savol berdim. "Men yig'lamay kim yig'lasin? Kecha kechqurun mast holda kelib, o'z tuqqan onangizni, mehribonim beozorimni lovullab turgan tandirga uloqtirdingiz-ku", deya dodlab yig'lardi. Karaxt bo'lib qoldim. Nimalar bo'layotganini tushunmay qoldim. "Nimalar deyapsan? Hoy ahmoq, yo'q, men ishonmayman bunga", deya uydan otilib chiqib, onajon, Qur'on tilovat qiladigan xonalariga kirdim. Yo'q, onam yo'q edi. Qur'on esa ochiq turibdi. Demak, oyim shu atrofda. Chunki uzoqqa ketsalar Qur'onni yopib ketardilar, deya onajon deb onamni chaqirib hovliga chiqdim. Go'yo onam hozir "Ha bolam, turdingmi?" deydigandek edi xayolimda. Lekin onamdan darak yo'q edi. Ming dahshat ichra tandir oldiga yaqinlashdim. Ne ko'z bilan ko'rayki, onajonimni, duogo'y mehribonimni ro'mollari va tasbihlari tandir ostida yotardi. 40 yildirki ushbu gunohimga tavba qilaman. Hajga boraman, onajonimni tinmasdan duo qilaman. Aroq odamni shunday qabihlikka boshlar ekan. Goh qush bo'lib sayraysan, goh cho'chqa bo'lib sakraysan. Hech kimga o'z taqdirimni ravo ko'rmayman. Ey aziz muxlislar, bu hikoyadan ibrat oldingizmi? Aroq insonni ne tubanliklarga boshlashini tushunib yetdingizmi?